أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Tüm hamd senalar alemlerin Rabbi Allah kutlu olsun. Yaxşı akıbet, şerler olsun. Salat, selam, aman iyilikler ve kullaşlar. Bu Allah'ın peygamberi ve bizim rehberimiz Muhammed Aleyhisselam ve onun aile tababatına, onun sahabelerine, kıyamet kişi onun yolu bulmalarının kaderli yoldaşları olsun. Esselamu Aleyküm, şarkı bilgisayarlar, kaderli kaderler. Bugünkü sohbetimiz Kadir Suresi hakkında olur. Yani Kadir Gecesi hakkında olur. Rabbimiz bu Kadir Gecesini anlatış için, düşündürüş için məxsus bir sure nazil kılgan. Bu surenin ismi Kadir Suresi. İnna enzalna suresi deb ataydı bizde. Kadir Suresi deb ataydı. Bu sure Mekke'de nazil olgan. Şimdi Mekke'de Müslümanların en xarlatlı günü. Mekke müşrikleri tarafından azap ukubet aslında farklıdır aslında. Bunun için Mekke'deki Müslümanlar acizdi. Müslümanlar aciz halette vazifesi eğer sefer eğer bardağıya uzak atlar uruk bunda halette Müslümanların kılısında biz bu halkımızı ne kadar galip kılıyoruz. Kadar maksat yitimizde bir delgınlık payda oldu. Bu açıdan Rabbimiz şu delgınlıkı yok kılış için bu Kadir Suresini nazil kılgan. Yani Rabbimiz bu Kadir Suresini nazil kılış arkalık ey kadirlik Müslümanlar. Senin gayanı ve kadirlik. Mukaddes gaye. İslam'ın kadirlik insanlar. Sizlerde kadirlik insanların kadirlik gayeye ulaşanlar için sizlerge kadirlik bir yol yoruk gerek. Bu yol yoruk benim Kur'an. Sizler kalbinizge Kur'an'ı nazil kılsanlar. Biz Kadir Gecesinde Kur'an'ı nazil kılgandek sizlermi muhtemelen eğer kişide kalan kildiriğinlerde kalbinizge Kur'an'ı nazil kılsanlar, insanlar. Sizler kadirlik bulursunlar, o yoldan kayıtmayı mağalaydıgan bulursunlar, gayanlık yiteleydigan bulursunlar diye maksatda bu mesajını veriş için Rabbimiz bu surede şunday deydi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Bu dünya hayatı hakikat şudur ki biz onu Kadir Gecesinde nazil kıldık. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadrının nemi ekanligini sana nemi bildirdi? Hiç ne bildirmedi. Yani bilmeysen insan Kadir Gecesinin nimeligini sen bilmeysin. Bunu fakat Allah bildi. Allah bilgendi ki kadirlik bulaydı sen Allah'ın vahiye tabi bol. Allah'ın vahiyesine eğer Leyletul Kadri hayrun min alfi olsa min aydın yapsın. Min aydiyen endi qarindoshlar bitkasik 12 ayga bir yıl boyu bitkasik 83 yani çeket 33 ahirisi tugmaydigan bir davriy kasr bilan tugaydi. 83.33 shunday davriy kasr bilan tugaydi. Davriy kasr degan tugamas abadiyatning ifodasi. Yani bir insonning ömrü 83 yıllık deb faraz qilinsa ki insanların 99% zaten bu 83'ünü ütep bulanmay vafat oldu. Mutlak köp sandaki insanlar 83'ü barmaya turib vafat oldu. Yani mutlak köp sandaki insanların ömrü 83 yıldan tüven boğaçka bu Leyletul Kadir Gecesi 83 yıldan yaxşı değil. Yani Leyletul Kadir Gecesini eğer tapalap kalsanlar Kadir Gecesiga uçrab qalalısanlar
şu Leylatul Kadr'ga kechisiga uygun kelishinglar 83 yillik hayotinglar. Nima uchun? Leylatul Kadr bo'lmagan bir 83 yillik hayot hisoblaydi. Bir insonning bir qirg'an bir odamning umri 83. Bu yerda Leylatul Kadr yo'q. Ammo sizlar shunda bir ibodat qildinglarki, Leylatul Kadrga ulasha oldinglar, bu 83 yillik taxmiqiylik. Chunki Leylatul Kadr sizlar tapaligan vaqtinglarda sizlar qadrli qiling. Ne kadarlık bu gece? Tenezzalul melaiketu ve ruhu fiha. Bu gecede bütün melaikeler ve ruh düşüdü. Nereden düşüdü? Öz makamlarından düşüdü. Biizni Rabbihim. Ulanın Rabbinin izni bilen. Allah izni verir. Ey periştelerim, ey meleklerim, ey ruh. Sizler benim dünyadaki bendelerimden aldığı berinler. Qanday xizmati bo'lsa qilinglar. Mening bandalarim qadrlansin, sizlar bilan tepishsin. Bandalarimning qadrlik bo'lishiga yordam qilinglar degan mazmunda Alloh butun meleklarga va emr farmon beradi. Hammaylar bu dunyoga insoniyatning oldiga keladi xizmat uchun. Bu uzoqda qolgan dehqonlar nima qilishni bilmaydilar. Yuqoridan kadrlar kelib xizmatni qilib bergandek bir ish. Min kulli amr. Bular ash amrning har turligidan olib keladi. Amr degan ash buyruqqa shu ruhmi, qul ruhu min amri rabbi, min rabbimning amridan degan ruhni. Ruh keladi, bu ruhlar amrning har turligidan olib keladi. Masalan, masalalar, oila masalalar, mahalliy meseleler, milli meseleler, devlet meseleleri, ümmet meseleleri degandek. Yoki bo'lmasa siyasi meseleler, iqtisodiy meseleler, diplomatik meseleler, o'sha insoniyatningki aloqa jarayonida ehtiyoj bo'lgan nima soha bo'lgan bo'lsa, inson yashash jarayonida nima sohaga qaysi sohalarda bir narsa ehtiyoj bo'lgan bo'lsa, shu sohadagi masalalar, emrlar, ruhlar shu firishtalar tarafidan aytiladi. Salamun. Bu kecha salomdir. Dur. Aman esenlik. Qazon ustiga qazonch. Qazon ustiga qazonch. Hiya hatta bu halat ta fajr tulu qilgan kadar. Bunda vaqti kelgunga kadar bu ish mushunday davom qilib turibdi. Akşam kun chiqib ketgandan, ettiğini kun chiqadigan vaqtcha osmon meleklari, osmondagi ruhlar, shu yerda ilib berilayotgan har turli emrlarning hammasi meleklar orqali insoniyatning o'ziga oldiga tushiladi. Şu çağda insaniyetin neye ihtiyacı olan bolsa insaniyet gibi. Qarindoshlar, qadri kechisi degan nima? Qadri kechisi degan bir vaqt. Buni tushunish uchun qarindoshlar, qadri kechisini bu bilmaymiz. Falani yilning, falani kunning soat manchisi bo'ladi deb birlik emas. Nima uchun degan vaqtda bu qadri kechisini tepish hammadan uchun o'xshash bo'lmaydi. Inson qachon qadrlansa, qachon shu qadri kechisiga loyiqlasa, shu chog'da tepishida qadri kechisi. Qadri kechisi Alloh tarafidan hozirlab qo'yilgan bir masalan tushirishga tayyor qilingan bir hujjat deyli. Masalan, kompyuterda downloadable fayllar bo'ladi. Bir biz bilan shu deb download qil desaklam, kompyuterimizningki uyg'un bo'lgan bo'lsa, shu faylni tushiradigan salohiyati bo'lgan bo'lsa, shu kompyuterimiz tushiralaydi shuni. Ammo u faylni tushirish uchun
bu failni tushirish uchun sizning kompyuteringizda Windows bo'lishi lozim yoki maturdagi app bo'lishi lozim yoki maturdagi saviyasi bo'lishi lozim degan shartlar bo'ladi o hujjatni. Agar sizning kompyuteringizda shu sharoit topilib qolsa, shu hujjatni download qila olasiz, tushira olasiz. Bunga o'xshagan Laylatul Qadr degan, Qadr kechasi degan. Bu bir ashuna download qilib bo'lgan ilohiy bir hujjat desak, uni biz yuzimizga tushirish uchun aynan uygun qadrli bo'lishimiz lozim. Chunki Allah bu kishida qadrli insonlarni tanlaydi. Qadrli bo'lishning o'lchami nima? Bu o'lchamga yetish uchun Allah bizni, Allah'ның Resulü bizni ta Ramazandan burun Şaban aylarida, hatta Recep aylardan taqdir qilinglar dedi Peygamber Aleyhisselam. Recepçiga vaqt sonda ibadet qiladi, manda ro'za tutadi, Şabanchiga vaqt unda sadaqa qiladi, bunda nafaq beradi, unda ro'za tutadi deb Recep Şabandan taq azliq qilishga boshlaydi-ku, Peygamber Aleyhisselam bizni undaydi. Nima uchun? Shu hujjatni biz shu yüzümüzge tushiradigan holga ekilish uchun Peygamber Aleyhisselam shunda emgak berirlik bizga. Uygu chiqtirishlik. Ümmetim, hozir men Recep kelib qoldi, manda tayyorlik qiling. Men Recep tugagandir, Şaban keldi, manda tayyorlik qiling. Mana men Ramazon keldi, Ramazonning uni birinchi uni rahmat, o'tirisi mag'firat, oxirisi ozodlik deb Peygamber Aleyhisselam Allah'ın emri bilen bizni bu kadir kişisiga hazırlaş üçün, bizni kadirli kılış üçün aşında emgek sarf kılalı. Nima üçün bizni Peygamber Aleyhisselam ve Allah kadirlik buluşumuzni xalaydı? Çünkü biz kadirlik bulmasak, biz seviyemizni yüksek halette şu Allah'ın kadirlik bendelerim deydiğen seviyeye yetkizmesek, Laylatul Qadr'da elip kelgen hüccetler download qilolmaymiz. Ya'ni Laylatul Qadr bilan ulaşamaymiz. Shu saviyaga yetganlar ulashadi. Bugun shu saviyaga yetsa, shu insonning Laylatul Qadr kechasi bugun. Agar u inson at yetsa, uning Laylatul Qadr kechasi ata. Shu inson qachon qadrli bo'lsa, Allohning o'lchamiga qachon to'shadigan bo'lsa, shu downloadable faylning o'lchamiga qachon to'shab Aşkın tushiraligidek bo'lgan vaqtda Laylatul Qadr bilan qadrli inson o'ttirishga do'lqin bog'i, do'lqindan ma hujjatga Laylatul Qadr hujjatiga mos keladigan degan vaqtda ikkisi bir-biriga connection qilib aloqa qo'yadi. Allah inna anzalnahu biz uni tushirdik, Laylatul Qadr kechasi dedi-ku. Shu chaqdasdan keyin tushishga boshlaydi insonning qalbiga. Allah inna enzelnahu biz onu tushirdik dedi-ku. Biz shu enzelnahu uni deb tarjima qilamiz. Ammo u bir zimir, bir almash. Uni hammadan shu Qur'on demoqchi deb tarjima qildi. Endi Alloh va Qur'onni ochiq demaslikning sababi Qur'onning nurg'un ismlari bor. Qur'on degan aslar o'qishlik degan gap. Masalan, maktab bolalar maktab boradi, davlat tarafdan o'qishlik tuzib turdi. Mush bola mushuni o'qisa yaramlıq adam buludu deb devlet o'qish hazırlab berdi. Devlet tarafidan hazırlangan o'qishni Qur'on deyiladi. Uyg'urcha, Qur'onning uyg'urchasi shu o'qishlik kitob. Endi Allah bu Qur'onni bizga nazil qildi. Anadagi Qur'onga nurg'un ism qo'yib o'taylik. Nur deydi ba'zi yerda zikr deydi, ba'zi yerda tazkira deydi, tazkira ba'zi yerda ruh deydi, ba'zi yerda furqon deydi. Ba'zi yerda burhan deydi. Shunga o'xshagan nurg'un ismlari bor. Hidoyat, hudan deyiladi. Rahmat deyiladi. Bushra deyiladi, zikra deyiladi. Nurg'un ismlari bor Qur'onning. Shu Qur'onning har bir ismining tarjima qilib kelgan vaqtda bizga intayin manfaatli, bizga foyda yetkazadigan bir kitob ekanlik ma'nosi chiqadi. Masalan, Hidoyat kitobi, Nur kitobi, Burhan kitabı, Furqan kitabı aşına tercüme kılıp gelsek, Kur'an'ın tercümesinin hemmisi biz üçün Allah tarafından koyulgan isimler.
Allah böyle deydi ki ey bendem aşım men şu bendilerimnin kalbige şu sulut deydiği şu Kur'an bağı Kur'an'ın asaslık hedefi nazıldığı yeri insanların kalbi. Kur'an'ın esli turduğu yeri Levh-ül Mahfuz. Allah'ın kelamı. Levh-ül Mahfuz'un dünya semasıga büyütüşüdü. Dünya semasının Peygamber İslam'a 23 yılda büyütüşüdü. Yani 23 yıl jaryanida yani Leyletul Kadir keçisi arkalık insanların kalbiye devamlı 360 gün düşüp durdu. Bu jaryanda kimnin kalbi şu Kadir keçisiga uygun Kadir kazangan bolsa, Kadir kıymet kazangan bolsa Kur'an nazil bulundu. Şunun için Allah insanlarınki kadirlik buluşunu bek arzu kılıdı ve kadirlik insanlarını tallaydı. Şunun için ölçem koyup Leyletul Kadir deydiğen bir downloadable failini beşimiz var. Sen tutup koydu. Ey bendiler, mana mavu Leyletul Kadir. Qasınla muşunun uygunlaşa alsanlar, muş şaraitga yetişe alsanlar, mana mavu fail senin kalbinge düşüdü. Kalbinge düşkenden keyin kadirlik bo'lib ketsizlar. Diyemez. Qarindoshlar o'ylanib bakaylı Kur'an o'ylanib bakaylı. Kur'an'ın asaslık maksidi insan kalbini yok ya. İnsan kalbiga kelmay boshqa yerga kelganini bir ko'rib bakaylı mesela. Kur'an qanday yerga tushsa, shuni qadrli qiladi. Mesela Kur'an Mekke'ye tushdi. Peygamber Aleyhisselam Mekke'deki zamanda. Mekke kadirlik mukaddes şehir oldu. Peygamber Aleyhisselam Medine'ye ketkendan keyin Medine'ye tushdi. Medine mukaddes şehir oldu. Ana Peygamber Aleyhisselam'a tunji vahiy Hira tağıda tushganda, Hira tağı hammamiz ziyorat qilgan ulug' makonlarning birisiga tushdi. Aylandan. Qarindoshlar bu Kur'an Tur Sinaga tushdi Musa Aleyhisselamga, Tur tag'ida muqaddas bo'lib ketdi. Zeytun tağı tushdi. Tin tağlarga tushdi. Tin, zeytun deb hammasi va tini va zeytuni va tur sinina va hadal baladil amin. Şöyle Allah 4 makanni so'zlaydi. İbrahim Aleyhisselamga, Musa Aleyhisselamga, İsa Aleyhisselamga, Musa Aleyhisselamga tushgan yilninki yerlerini so'zlaydi Allah. Al ve vahiy tushgan yerlarning hammasi ulug' bo'ldi. Yerlar ulug' bo'lib ketdi. Tağlar, tağ orası normal bir makan şu makan ulug'lab ketadi. Çünkü Kur'an kadirlik olğaçqa nega tegisi şu ani kadirlik qiladi. Mesela qaysi zamanda bo'lsa, mesela Ramazonda tushdi, Ramazon ulug'. Qadr kechisi tushdi, Qadr kechisi ulug' deymiz. Kur'an nega qaysi zamanda tushgan bo'lsa, zamanni ulug' qiladi. Mesela Kur'an Musa Aleyhisselam'a nazil oldu, peygamber kılıyordu. İbrahim Aleyhisselam'a tushdi peygamber, İsa Aleyhisselam'a tushdi peygamber, Musa Aleyhisselam'a tushdi peygamber. Kur'an neye geçse şu insanı peygamber kılıyor. Hem de hatta şunu yapamazsın, hem de bu Musa Aleyhisselam'a tushganidan Tevrat deymiz. Şu Kur'an'ın şularning tilidagi versiyonu. İsa Aleyhisselam'a tushganidan İncil deymiz. Şu Kur'an'ın şularning tilidagi versiyonu. Emniyette, mahiyette hemmisi vahiy, hemmisi şu Kur'an. Ne geçisi şunu kadirli kılıdı, kim geçisi şunu kadirli kılıdı. Şu kadirli kılıdığın şu Kur'an'ı Allah biz kadir keçisinde düşürüp geldik hazırgıça. Kadir keçisinde düşürüp geldik. Şu kadir keçisini üzerine hazırlandı dedi. Şu kadir keçisini tep için biz qanday qilamiz? Hazırlık qilamiz, rozumuzni tutamiz. İftarlarımızı kılımız, halklarga iftar verimiz, nefak kılımız, sadak verimiz, zakat verimiz. Bir işini kılıp bir Allah'ın razı kılarsam, bir kadir kazansam, aş kadir keçisi böyle maskeler desem, aşına doğru gelip Allah'ın aşı düşürdüğün Kur'an'ı bana bir nazlı olsun ama bir kadirlik buluvarsam deyip aşında emgek sarf kılımız karımlar. Çünkü emgek sarf kılmasak, biz kadirlik seviyeye çıkmasak, Allah düşürdüğü yeri düşüp bulandık mesela. Allah mesela bütün meleklerini bizim aldığımızda ivettiğilik. Ruh nivettiğilik. Cibril Aleyhisselam başçılığındaki bütün ruh. Ruh neye gerek?
tirildirish uchun, o'lgan insonlarni tirildirish uchun, o'lgan qalblarni tirildirish uchun, o'lgan millatlarni tirildirish uchun, o'lgan davlatlarni tirildirish uchun Allah bütün melekler bilan nimaga mas'ul bo'lgan bo'lsa, shu mas'ul bo'lgan perishtalarning har turligi shu qadr var. Demek mush dünya aldığımı keldik. Xitoy tajovuzchilari vatanimizni tortib olgandan keyin bizni dindan cheklab, bizni iymonsiz qo'ydi. Iymonimizni vayron qilib o'tdi. Bu kechada sendan iymon qilamiz, millat sifatida desak, Alloh bizga iymon berishga tayyor. Ey Alloh, Xitoy tajovuzchilari vatanimizni tortib olgandan keyin bizning milliy ruhimizni o'ltirib qo'ydi. Bizda musulmoncha ruh yo'q, mu'mincha ruh yo'q, Uyg'urcha ruh yo'q, milliy ruh yo'q. Bizga shu ruhlarni ber desak, naq shu ruhlarni bizga berilgan ketsa, shu qadri ketsa qarindoshlar. Yoki menda erkakcha ruh qolmadi desak, erkakcha ruh beradi. Mu'mincha ruh beradi, musulmoncha ruh beradi. Yoki bo'lmasa, ey Allohim, uzun zamandan beri ishg'oliyat ostida qolib qoldik. Bunda bulab qilishimiz o'zimizning qilqining tufaylidan bizga berilgan bir jazo ekanligini bilamiz. Shuning uchun biz gunohimizni qildik. Bizga davlatimizni qaytarib olishga nasib qil. Bizning taqdirimizni o'zgartib qo'y. Qulluq taqdirimizdan xo'jayinlik taqdiriga o'zgartib qo'y desak, Alloh bizning taqdirimizni mushkilda o'zgartirdi qarindoshlar. Va tu'izzu man tasha'u va tuzillu man tasha'. Ey Alloh, sen xohlagan insonlarni aziz qila olasan, xohlaganni xor qila olasan va tarzuqu man tasha'u bighayri hisob. Xohlagan insonlarga hisob kitobsiz sen rizq berasan. Shuning uchun bizga rizq nomidan nimamiz kim bo'lgan bo'lsa, shu kim yerlarimizni to'liqlab qo'y desak, mush qadri kesda Alloh kim yerlarimizni to'liqlab qo'ydi. Musulmon bo'lishimiz uchun nima kam bo'lsa, mu'min bo'lishimiz nima kam bo'lsa, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimiz uchun nima kam bo'lsa, azod yashashimiz uchun nima kam bo'lgan bo'lsa, mush qadri kesda Allohning tilida qarindoshlar. Allah'ın meleklerinin içinde şununla münasebetlik melekler hem etrafımızda var. Biz de akıp boğuş falan diyemem kem Allah'ım. Ya ki ten selametliğim kem. Ruhi sağlamlığım kem. İradem kem. İrade sağlamlığım kem desek. Ya ki imanım kem. İmanım aciz desek. Bana bir adım bana tuludaydığa yabadep şu pirişle kilip aşı download kılıç teyya etrafımızda bizni izlep yürüdük ulu qarindoshlar. Ular aş melaul a'ladın Allah'ın emri bilan mush dunyogacha keldi. Bizning oldimizga keldi. Dunyoning ma'nosi qarindoshlar bilib olaylik. Arabcha kalima dunyo degan. Adna af'alu vaznistiki adnaning muannas sig'isi dunyo. Adna degan bizning qo'limizga eng adnasi munda bo'ladi. Adna degan. En tön degan gap adna. Şu adnaning ayolcha formasi dunyo. Yani en tön şekildeki bir hayat degan gap. Endi buningdan töniya bo'lmaydi, ma dunyodan töniya bo'lmaydi. Şu melekler, tanazzalul malaikatu ve ruh, melekler, ruhlar mishagich kelgan bo'lsa, buning ostiga tushmaydi. Biz hamda tövellep ketken bolsak, asbili sapilerin tövellep ketken bolsak, şu yerden çıkıp, muş melekler kelgen meydana kelip, birleşmesek, biz şu kadir keçiside, kadirliklerinin boğan yerigi yükselmesek özümüz, melekler bunun astığı düşmeydi. Aldığımızda keldi dünyagıca, bunun tek düşmeydi. Şunun için melekler bizni izlep yürürlük. Allah, her akşam dünya semasına kelip, ey bendem, ihtiyacınlı var mı? İhtiyacınlı olsa menden tilanlar ihtiyacınlı qamdayman. Rızık ihtiyacınlı olsa rızık tilanlar rızıqını bermen.
selametlik ihtiyacı olsa ten selametlikni tilanglar ten selametlikni asliga keltiraman deb nimaga muhtoj bo'lgan bo'lsak, shuni Allohdan tilishimizni talab qiladi. Cehennemden panoh tilaydigan bo'lsangiz, tilanglar cehennemden qutqizib qo'yay. Jannatga ehtiyojingiz bo'lsa, jannat tilanglar, jannatga beray deb Alloh bizga talab qo'yarlik. Har kuni dunyo osmoniga kelib bizga xitob qilinglar. Biz nima qilmaymiz? Chunki biz dunyodanmi tuvan yerga, asfali safiliga qarab, dunyo muhabbati bilan dünya helakchiligida Allohni uzoqlashib ketgach, biz anglamaymiz. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Bu tipdagi insonlar uzoqdan nido qilinadi. Uzoqdan nido qilingancha anglamaydi yani. Mushunda bo'lgandan keyin qarindoshlar, qadri ketsa, mushunda ulug' bo'lgandan keyin biz endi Müslüman buluş sütümüz bilen, mümin buluş sütümüz bilen, hususan Şarkı Türkistan halkı üçün mezlum buluş sütümüz bilen, zulüm içinde ingrap yaşayatan biçare mezlum buluş sütümüz bilen, Allah'a o kadar ihtiyacımız batırılık, Allah'ın nimetlerine, Allah'ın rızkına, müstakillikimizga, örlükimizge, insandaki yaşaydıgan insan hak ve hukuklarımızga o kadar ihtiyacımız batırılık qarindoshlar. Ma ulug' kişilerini baka ötküzüp yetip kalsak, bek şekiladın bulup kalımız. Peygamber Aleyhisselam zat dedi, Ramazan kelip, günahı mağfiret olup bulmay, günahları mağfiret olmay, ötep ketken insanların halığı var, dedi o. Allah bizge muş ulug' Ramazanda kadri kechsini beşimizni tanlash orqali bandalarim qadrlik bo'linglar, ma saviyaga kelinglar, ma saviyaga kelsangizni qabul qilaman. Qadrlik bo'linglar, qadrlik saviyasiga kelsanglar, qadr kechsizlar, sizlarni qabul qilaman. Sizga keraklik bo'lgan qanday fayl, qanday hujjat bo'lgan bo'lsin, download qilishga tayyor. Mana bu qadr kechsizlar, ma fayl, mana bu hujjat beşinlerde sangılap turdu. Aşınlar üzerlerini şu seviyeye yetkizsen olan o download buludu. Kadir kitisiyle uçraşkan bulusuyla dileklerini kabul buludu. Allah aşınçılar bizge yol veriyorlar qarindoshlar. Bizni qutqizib olish uchun, bizni qadrli qilish uchun yaratgan Rabbimiz bizge yol veriyor. Biz bende buluş sütümüz bilen, muhtaç buluş sütümüz bilen Allah'a yalvarmışsak, nemi degen yüzsüzlük, nemi degen dötlük, eksizlik, ahmalık qarindoshlar. Muş ulug' Ramazanның ahirgi 10 kunlarini ötep ketay deb qaldi qarindoshlar. Bir haftalik vaqtimiz qaldi. Nim bo'ladi? Sharqiy Turkistonlik bir musulmon buluş sütümüz bilen, muş bir haftani o'zimizning gunohlarimizni mag'firat qildirishga, millatimizning gunohlarini mag'firat qilishga, Allohning oldida bir qadrlik insonlar bo'lib qolishimizga sarf qilsaqmish vaqtlarimizni. Allah ajab, Allah egam qabul qilib qolsa ajab emas ya. Shuning uchun mush oxirgi kunlarni baka o'tkazib o'tmaylik qarindoshlar. Allah buni 1000 yildan yaxshi dedi. 83 yil umr ko'rimizmi, ko'rmaymizmi bilmaymiz. Qachon o'limiz uni bilmaymiz. Chet elda mushunchilik vayronchilikda, sarsanchilikda hech bir yerda insondek yashayolmay qolib ketib boramiz. Mayli musulmon davlatlarda bo'lsin, mayli o'zimizning qarindoshlarimizning davlatida bo'lsin, inson muomalasi ko'rmay shunday ketib boramiz qarindoshlar. Son o'zimizni yaratgan Rabbimiz bizga yo'l berib, mush qadr kechsida qadrlik bo'lib olinglar degan ekan, qadrlik bo'lishga tirishaylik qarindoshlar. Bu fursatni qo'ldan bermaylik. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltiramiz deydiganmiz. Shu qo'lga keltiradigan shu ruhni yuklaydigan, o'zimizga yuklaydigan kunlar mana shu. O'zimizni o'zgartiradigan kunlar mana shu. Tilab baqayli. Allah berib baqsin shu ruhni, anandan kun ko'rib baqayli. O kadar memnun bulunuz ki ömrümüzün hazırlığı kadar boş ötep ketkenligini şu çağda eskilemiz kardeşler. Allah hemimizni şu Leylatul Kadr kesiga ulaştırır.
olsun, şu keçisiga salohiyat qazangandek qadrli insonlardan qilaversin. Mush qadr kechalarida qilgan duolarimizni ijobat qilsin, qabul qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Bir-birimizga duo qilaylik qarindoshlar. Bir-birimizga duo qilaylik. Xususan dunyo va oxiratligimizni qozonish uchun Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltira olishimizga Allohning yordam berishini talab qilaman. Jasorat talab qilaman. Ruh talab qilaman. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin.